Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Mana bugun yaxshi kayfiyatda 2025-yil yangi narxlar, yangi turlarni ko'rib chiqamiz. Yangi ishlarimiz kelgan. Videoda oxirigacha tomosha qilinglar. Like, kommentariya kutib qolamiz sizlardan. Qani ketdik. Mana do'konga kirishimiz bilan har xil ishlar, mana rang-barang ishlar keladi. Ko'pchilik keladida o'ylanib qoladi. Qaysi ishni tanlasamikin? Bu bir ko'pda bizda juda. Bir boshidan ko'rib chiqishda maslahat beraman. Boshida kelgan odam bizda mana kirishimiz bilan klassik ishlarimiz kelyapti mana. Turlari mana har xil turdagilari bor. Ko'pchiligimda oynaylikni ko'radida, oynaysizi yo'qmi shuni deydi. Bor oynaysizi ham mana ichini ochsangiz, oynaysizni ham qo'yib qo'yganmiz. Mana ishlarimiz loft stilida qilingan. Bu ishlarimiz ham ancha chiroyli chiqadi. Biz klientlardan iltimos qilgan bo'lardikki, misol mana bu yerda yozilgan narxlar 1.990.000 so'm turibdi bu yerda. Biz narxlarni qanaqa hisoblaymiz? Ruchka, petlyasi, ustanovkasi narxiga kirmaydi. Bu narxda ichiga kirmaydi u. Sababi nimaga? Sizlar shuni qilib turib pulni foyda qilasizlar, boshqa qilasizlar deydi. Uni foyda qilmaymiz biz. Buni har xili bo'ladi. 50.000 so'mligi bo'ladi, 500.000 so'mligi bo'ladi. Klient xohishiga qarab qo'yib beramiz. Siz misol uchun 50 minglik zamoyda qo'ydirmasligingiz mumkin. Shuning uchun narxiga qo'shilmaydi. Sababi shu. Mana ko'rsalang bo'ladi, turi ko'p. Eng asosiy ahamiyat beradigan narsamiz uyni dizayniga ahamiyat berishimiz kerak. Ko'pchilik remont qilib turganda bilmaydi, qanaqa dizaynni qilyapti, qanaqangi uslubda qilyapti. Klassika qilsa, klassik ishi qo'yish kerak. High-tech uslubida qilib turgan bo'lsa, high-tech ishi qo'yish kerak. Mana bu klassikalarni ko'rsatdik mana. Naqshli ishlarimiz ham bor, mana chiroyli naqsh berilgan. Zavodda ishi bular. Bular sexlarda chiqqan ish emas, zavod chiqargan, zavod yig'ib, zavod ishlagan bu ishlar hammasini. Mana ko'rsalang bo'ladi, mana bu ishlarimiz ham juda chiroyli ishlar. Narxi mana 1.90.000 so'm, bu oynaysizini narxi. Oynayligini narxi 1.290.000 so'm. Ko'pincha narxlarni qo'ymaymiz sababi. Misol mana shu videomizni hozir 1 yil oldin ko'rishingiz mumkin, balkim 2 yil oldin ko'rishingiz ham mumkin. Hozir qo'ygan videomizni. Sababi shu. Hozirgi kunda mana nechanchi chislo? Bugun 16 mi? Islomxon? 15. Mana 15-kunida hozirgi narxi mana shu. Buni zamoglari qo'shilmaydi narxiga. Sababini hali aytib o'tganimizdek, 50 ming so'mligi bor, 500 ming so'mligi bor. Xohishingizga qarab qo'ydirasiz. Xohlaganingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Assortiment juda seroq. Biz hozir mana birinchi riyadni ko'rdik. Ikkinchi tomonga hozir o'tamiz. Bu hozir klassikalarni ko'ryapmiz. Mana bu yerda high-tech ishlarimiz ham bor. Bularni narxi ularga nisbatan arzonroq. Nimaga? Sifati nimaroqmi, pastroqmi? Nimasida arzon bu deydi ko'pchilik. Sababini tushuntiraman. Sababi buni yig'ilishi oson. Kam odam ishlatganligi uchun zavod, tez yig'ilganligi uchun arzon chiqadi narxi. O'shanda sababi. Mana hozirgi kundagi narxi 890 ming so'm. 890 ming so'm. Mana shu eshigimizning narxi. Mana yerda mana eshigimiz ham bor. Bu ham rossiyskiy 840 ming. Buni Next deb ataymiz biz. Turlari ko'p. Olasangiz mana tomli rangda qilib ishlatsangiz bo'ladi, qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi biz endi o'zimizdan qilib tavsiya qilamiz. Misol uyda egalari kelishadi, qaysidan qo'yay ekan deb o'ylanishadi. Biz tavsiya qilamiz. Bizning afzallik tomonimiz mana shunda. Chunki nimaga desangiz, biz o'zi 7 yil, 8 yildan beri ish sotyapmiz. Klientlar bilan o'zi gaplashdi, misol murojaat qilyapti. Biz misol yaxshi ishni tavsiya qilsak, yana kerak bo'lsa bizdan olishyapti ishni. Shuning uchun ham biz bir martalik odam emasmiz. O'sha klientga iloji boricha manfaatli, chiroyli chiqishini xohlaymiz. Sababi shu. Mana ko'ringlar, mana shu rang ham eng hadavoy rang, hamma narsaga tushib ketaveradi. Faqat to'qroq narsalarga, juda to'q narsalarga tushmasligi mumkin. Mana bu yerda oppoq eshigimiz ham bor. Mana shuni biz blanko deb aytamiz. Misol Rossiyadan blanko deb keladi rangi. Mana shu ham ancha sifatli, ancha chiroyli eshigimiz. Mana bu yerda yana eshiklarimiz bor. Mana buna eshiklarimiz ham bor. Bular nestandart eshiklar. Bular faqat nostandart razmerlarga tushadi. Necha razmerga tushadi deyishingiz mumkin. 230 razmerga tushadi bular. Eni bo'lsa 90 razmerga tushadi. Buni podzakaz xohlagan razmeringizda qildirtirib olib keltirib beramiz Rossiyadan. Bu betda ishlab chiqarilgan eshik emas. Betda mahsuloti Rossiyadan keladi, biz betda yig'amiz deydigan narsa emas bu. Bu konkret Rossiyadan upakovka holatda keladi. Betda biz nima qilamiz? Ruchkasini yig'amiz, petlasini yig'amiz, ustanovka qilib beramiz. Bizning ishimiz mana shu. Mana buni ko'ringlar. Bular ancha sifatli eshiklar.
texavik eshiklarga nisbatan solishtirsangiz bu eshiklarni sifati darajasida bular ustun keladi. Sababi Rossiyada aytyapman-ku, PVH plyonka aytdi juda rivojlangan, standart holatda yaxshi qilib ishlangan bo'ladi. MDF atrofi PVH plyonka, ichida yog'och bo'ladi. Bularning tarkibi mana shu. Oynakligi, xolasangiz mana oynasiz varianti ham bor. Hamma eshigimizda deyarli oynali, oynasiz bo'ladi. Mana oq rangidan xolaganlarga oq rangidan ham qilib beraveramiz. Mana yerda mana tavub degan eshiklarimiz bor. Bular ham juda chiroyli eshiklar chiqadi. Oynasiz variant. Xo'p, mana bu yerda eshigimiz kelyapti mana. Buni biz Venetsiya deb ataymiz. Soft seri rangi. Narxi bo'lsa mana 1.650.000 so'm sotilingan. 1.390.000 so'm hozir skidkada. Shunaqa skidkalar ham bo'lib turadi bizning do'konda. Mana yaxshi narxlarda sotib olsangiz bo'ladi. Oynakligi bu oynasiz variant. Va mana u eshikni ham ko'rsating, Islomxon. Mana shu ham juda chiroyli chiqadi. Sifati o'ta darajada zo'r buni. Nimaga desiz, bu og'ir ishlangan, ichidagi yog'ochlari ham ko'p bo'ladi. Hamma u ichidagi metta atrofida turgan oynalari ham ancha ko'rk beradi bu eshikka. Svet yonganda ancha chiroyli ko'rinadi tashqi tomonidan. Mana bu yerda mana buni eshiklarimiz ham bor, klassik eshiklar, naqshband chiroyli chiqadi mana shular. Shulardan saling, shulardan qilib beraveramiz. Xohlasalar mana bu yerda green deymiz biz, barxit green. Barxit degani hali yumshoq deganida. Chiroyli chiqadi mana shu eshik ham aka. Moldinlari ham chiroyli holatda qilingan. Bu moldinlar ham tez o'chib ketadigan narsa emas, hali xiralashib qoladigan moldinlar emas bular. Juda chiroyli eshik. Hop, narxi 2.650.000 so'm ekan. O'sha biz aytib turgandek, komplekt holati shunaqa. Zamok, petla, ustanovkalari qo'shilmaydi narxiga. Masalan, nech pul desangiz, mana hozir sizga bitta tushuntiraman. Mana ruchkalarni birma-bir tushuntiradigan bo'lsam, biz hozir ko'pincha magnitni sotyapmiz. Magnitni hadovoy hisoblanadi bizda. Narxlari hozirgi kunda 150.000 so'mdan qilib beryapmiz. Buni tillarang deysizmi, bunaqangi nikel bo'lsin deysizmi, hozir 150.000 so'mdan beryapmiz. Ko'proq oladiganlarga, optim oladiganlarga xudo xolasa kelishtirib beriladi. Bitta narxda ushlab sotadigan odamlar emasmiz. Xudo xolasa mana bunulari bor, mana bular Ajax deyiladi mana. Ajaxlar bular jinday qimmatroq. Chunki nimaga? Bular brendi, hali yaxshi brendda bu. Ishlashi bularga nisbatan solishtirsangiz, nisbatan yaxshiroq xizmat qiladi bular. O'shani hisobiga ham 250.000 so'm shunaqa sotilinadi bular. Mana shular 250.000 so'm. Ammo bunaqangi zamoklarimiz bo'lsa mana 300.000 so'm shunaqa sotilinadi. Bunaqa zamoklarimiz ham bor. Hozir mana bizga yangi kelgan zamoklar keldi. Mana ko'ring, ko'rsating ularni. Bular ham ancha sifatli zamoklar. Armadillo degan brendiniki, Urban degan model. Mana buni kelib ushlagandan keyin sifatini keyin tushunasiz. Mana hozir men yerda ushlab turibmiz. Buni yengilroq nisbatan, bunga nisbatan. Lekin buni hozir men solishtiryapman bunga. Bu sifati yaxshiroq, buni sifati pastroqqa o'xshab tuyulyapti. Lekin buni sifati ham zo'r ishlangan. Kamida 10 yil, 15 yil yaxshi xizmat qiladi. Mana ba'da ham eshiklarimiz bor. Bu eshiklar ham o'sha ancha premium eshiklar hisoblanadi, chunki sababi mana ko'ringlar, ancha chiroyli eshiklar bular. Mana narxini aytib o'tadigan bo'lsam, 2.290.000 so'm. 2.290.000 so'm. O'sha komplekt holati. Bunaqa korishneviy rangi ham bor, bunaqa seravatiy rangi ham bor, bunaqa bejevisi ham bor. Bu boshqa model bo'lyapti endi bular. Bular boshqa model. Bejevisi, korishnevisi, seravatisi. Narxi 1.990.000 so'm. Mana shu uchala modelimiz. Endi mana bu eshigimiz ne standart eshiklar. Bular hammasi ne standart qo'yilgan bu yerga. Bular bunday akalar. Bularni Rossiyadan zakaz qilib olib keltirib beraveramiz. Xolagan razmeringizda. Bularni hozir naqd olaman desangiz, ishingiz zarar bo'lsa, bizning razmerlarga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Chunki sababi bularning razmeri standart. Naqd kerak bo'lsa standartga to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Hozir ne standart naqd bor eshigimiz. Ne standart deganim 220 lik eshikni o'zi 230 joyga tushadi. Uzog'i 228 bo'lishini biz tavsiya qilamiz. Chunki eshikni yaxshiroq qisadi joy. Nimasi bo'lsa, ena bo'lsa 80 lik eshik bu. 88, 90, 91 gacha yopadi. Uzog'i 91. 91 bo'lishini tavsiya qilmaymiz lekin 88 bo'lsin. Uzog'i, chunki eshik yaxshi qisadi. Yaxshi qissa, yaxshi turib beradi deganida. Bu eshiklarimiz og'ir eshiklar hisoblanadi. Osha-moshalardan boshida ta'kidlaganimizdek, arzon qimmati bo'ladi. Misol bu eshik hozir 2.690.000 lik eshik. 2.690.000 lik eshikka
20 ming so'mlik oshiq-moshiq qo'ymaysiz. Biz tavsiya qilmaymiz. Olib turgan bo'lsangiz ham biz olmang deb maslahat beramiz. Chunki sababi eshigi osilib ketib qolishi mumkin. Keyin misol kim yomon otliqqa chiqadi, biz yomon otliqqa chiqamiz. O'shuning uchun biz tavsiya qilamizki, yaxshi oshiq-moshiqlar, yaxshi zamoklar qo'yishlikni tavsiya qilamiz. Oshiq-moshiqda 40 ming so'mligidan qo'yganmiz donasi. Xudo xolasa bularni ham kelishtirib beramiz. Buni oynasiz varianti ham bor. Buni standart razmeri ham bor. Mana eshigimizni ko'ringlar, bular ham ancha chiroyli eshik. 2 690 ming so'm ekan mana narxi. Yana boshqa modellarimiz, mana bularni zakaz qilamiz Rossiyaga. Bular podzakaz eshiklar. Mana shuni olib chiqib ketaman desangiz ham biz bermaymiz misol. Bularni tanlaysiz, ushlab ko'rasiz, ochib yopib ko'rasiz. Buni joyizni o'lchaymiz. Joyizni o'lchaganimizdan keyin narxini chiqarib beramiz bularni. 40 kun, 45 kunda keladi. Uzog'i nari borsa 2 oyda keladi. Uzog'i yo'q deganda. Lekin Rossiyadan keladi, sifatli holatda keladi. Hali sifati buzilib, maytishib, betishib, aka buni bo'lib qopti, aka shunaqangi bo'lib qopti endi demaymiz. Konkret zo'rlab bitirib beramiz ishingizni. Mana uni ko'ring. Mana ham ancha chiroyli eshik. O'zimizni bir yaqin odamga qilib berganmiz. Juda chiroyli chiqdi mana shu. Zakazga olib keltirib berganmiz. Shatlanka deymiz endi bu eshikni. Buni oynasiz variantini ham qilib beramiz. Buni narxi, mana shu holatidagi narxi bu 3 890 ming so'm. Buni endi razmeringizga qarab biz narx chiqarib beramiz. Loft modelimiz, buni standarti ham bor. Standart deganimizda 88 ga 208 joy bo'lsa tushadi. Mabodo kichikroq bo'lsa, mabodo kattaroq bo'lsa, uni bizga aloqaga chiqsangiz, qanaqangi qilib tepasini yopib yuborishdi, yo'llarini tushuntiramiz. Baqa kelsangiz xullas aka ishingiz chotga bitadi. Zo'rlab bitirib beramiz. Buni narxi mana 2 990 ming so'm. Chekalarni ko'rsating, alyumin qilib ishlangan chekalar. Loft. Umuman fasoni yo'q. Minimalizm deydi-yu, mana shu o'sha narsa aka. Buni qo'yganingizdan keyin issiq sovuq, shovqin, suron bo'lsa, umuman ishitilmaydi ham, issiq sovuq ham o'tkazmaydi ham. Bular shumkalari ham yaxshi ishlangan. Teploizolyatsiya, shum izolyatsiyalari bor bularda. Ikki xil modelimiz. Bu eshikning nomini biz N2 deb ataymiz. Rangini Emalix Ice deymiz. Ushlab ko'rsangiz maza qilib yorasiz aka. Kraska menga vashi kerak emas ekan. Mana shuni o'zi zo'r material ekan deysiz. Buni ko'pchilik aytadi, qirilib ketadi, tizilib ketadi deydi. Yo'q, bu qirilib ketib, tizilib ketadigan narsa bas. O'shuning uchun odamlar misol olyapti. Biz ham misol tavsiya qilyapmiz, sifatiga ham javob ham beryapmiz. O'sha hisobiga ham ko'pchilikka manzur kelyapti. Mana unisini ko'ring aka, mana shu ham vobshe zo'r ish. YST2 deb ataymiz buni. Buni qarang-da. Ramkasi ham buni 3 xil bo'ladi. Biz sizga kelsangiz ko'rsatamiz. Mana hozir bu yerda 35 deb ataymiz bu nalishnikni. Mana unisi 22. Xolagan nalishnigingizni qo'yib beraveramiz. Tanlasangiz, o'shanga qarab qo'yib berilaveradi. Mana ichida oynasiz varianti. Ichida oynasiz variant. Mana yerda yana eshiklarimiz bor. Bularni ham ko'ringlar. Bular ham rossiyskiy. Endi akalar, mana bu yerda yana ikkita eshigimiz bor. Bular O'zbekistonda chiqadi zavodda. Bularni ko'pchilik rossiyskiy deb sotsangiz ham misol uchun ahamiyat bermaydi ko'pchilik, lekin biz nima qilmaymiz? Sifatini to'liq tushuntiramiz. Bu O'zbekistonda eshigi. O'zbekistonda eshigi bo'lgani bilan rossiyskiy bilan birga bir ishlangan. Ko'rsangiz umuman farqlanmaysiz. Qayerdan farqiga borsangiz bo'ladi, mana unisi haqiqiy oyna bo'lmaydi. Mana bu yerda turgan oynaga haqiqiy oyna bo'lmaydi. Keyin mana bu PVH plyonkalarni ham yaqindan ko'rsating. Jitchi bo'rtirilgan bo'ladi. O'shani hisobida ham adashmanglar, kerakli odamga murojaat qilinglar. Mana bizda misol aldamasdan chiroyli qilib misol uchun kerakli narsani tavsiya qilamiz sizga. Mana eshigimiz ham mana YF21 deb nomlanar ekan. Rangini Emalix Taup. Mana narxi 2 290 ming so'm. Buni oynaligi, mana oynasizi bor buni. Keyin mana modelimiz bor bizi 1 590 ming so'm. B10 deb ataymiz, rangi oq, belli. Buni oynaligi yo'q. Buni yana bitta modelimiz, mana chiroyli ishlangan bu ham Venetsiya 60, belli soft. Rangi narxi 1 800 ming so'm.
Mana oynali ish nimasi variant. Mana bizda akalar krashinni ishi kerak bizga, krashinni bo'lsin deydiganlarga krashinnisini olib kelib kelganmiz. Faqat bizda chiqmaydi u, Rossiyadan keladi. Tayyor holatda keladi. Biz bu yerga olib kelib, aytganimdek, yig'ib boshqa narsa qilmaymiz. Tayyor holatda keladi. Mana narxi 1.790 ming so'm. Bunga hozir tillarang zamok qo'yilgan. Buni xolasangiz nikel qo'ysangiz bo'ladi, xolasangiz qora qo'yib beringsiz, qora qo'ydirsangiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar-ku, shunga narxiga qo'shilmaydi zamogi. Shunga qo'shilmaydi. Bo'lmasa-mu arzon zamok qo'yib turib, narxini ichida qilib yoramiz. Bunisini muammosi yo'q. Mana buni ishini ham ko'ring, mana u ham boshqacha chiqadi. Mana shu ishi bilan bir xil. Qarang, oqi qanchalik chiroyli. Ko'pchilik klientlarga mana keladi bizning do'konga 90% ishlarimiz oppoq. Nimaga oppoq? Hamma narsaga tushib ketaveradi, ham ko'rinishi ham ancha bagati. Qarang, ancha chiroyli. Endi buni seriyasini ko'ring. Bu ham chiroyli. Buni endi o'sha dizayniga qarab, uyda qanaqangi stilda qilinganligiga qarab turib qo'yish kerak. Mana bunisini ham ko'ringlar, buni ham ancha chiroyli ishi. Bu yerda tillo moldini bor. Chiroyli ishlangan mana shu ham. Keyin mana bu yerda bitta yana fasonimiz bor. Buni ham ko'rsataylik. Mana shu fasonimiz ham bor. Buni narxi 1.890 ming so'm. Bu bugungi kundagi narxi. Buni pastdagilari bo'lsa 1.790 ming so'm. Endi akalar bizda mana ichkariga kirsak, bizda mana sklad bor tepada. Mana ko'rsating Islomxon. Har xil turdagilari bor. Bittadan qolgan ishlar bor. Agar sizlarga bittadan qolgan ishlar qiziqtirsa, misol paytida 2 million sotilgan, hozir 1 million qilib qo'yganmiz, shunaqa ishlar qiziqtirsa, kelinglar, tanlab chertib tanlab olsalaring bo'ladi. Mana shu o'sha 2 million sotilganni 1 milliondan beraveramiz. Shunaqangi qilib ajratib qo'yganmiz baqa. Bu yerda mana podzakaz eshiklar, Profil Doors degan brendi eshiklari bular. Bular ham podzakaz. Bularni ham xohlasalang, mana shuni o'zi kerak menga. Mana razmerim mana shunaqa desalang, yechib olib ketaverasizlar. Misol mana shu eshikni 3 million 400 ming so'm bo'lsa, biz yarim narxiga basi bularni, bular sal qimmatroq bo'lganligi uchun ularni 2,5 millionga ruchkasi, petlasi ichida qilib beramiz. Buni petlalari ham oddiy petlalar qo'yilmagan. Skriti petlalar qo'yilgan. Shuni ham hisobini olinglar. Eshik pasti deyarli yarim narxida bo'lyapti. Bunulari bilan sal qo'shilib qolyapti. 2,5 million. Aminular bo'lsa 2 million sotilganlar bo'lsa, bular ruchka zamogi bilan 1 millionga berilaveradi. Mana shuna strich qilib alohida qilib qo'yganlarimiz shunaqa. Bular ham bittagilar shunaqa, astatga eshiklar. Mana shularni ham misol chiroyli narxda qilib beraveramiz. Akalar, mana shuncha eshiklar ko'rsatdik sizlarga. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, kommentariya qoldirib qo'yinglar. Keyingi videolarimizni ham albatta ko'ringlar. Yaxshi narsalar qo'yilgan. Xudo xolasa manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.